Tushda mix ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirning aytishicha, tushdagi mix aka yoki uka bo'ladi. Tushdagi mixni devorga qoqqanini ko'rsa, aka yoki ukasi o'sha mix qoqilgan joyda bir kishi bilan topishganini bildiradi. Negaki devor tushda erkak kishini anglatadi. Tushida ipga mixni bog'laganini ko'rsa, akasi yoki ukasi bir odam bilan bog'lanishiga dalildir. Tushida beliga mix urganini ko'rsa, pushtidan bir farzand tug'ilishi va bu farzand podshoh bo'lishi yoki sharaf va ulug'lik topishi, bo'lmasa nomi olamga tarqaladigan zohid bo'lishiga dalildir. Kirmoniyning aytishicha, tushdagi mix din va dunyoda sharaf va ulug'lik topishiga dalildir. Kimki tushida uyning eshigida mix ko'rsa, ulug'lik va sharaf topishiga ishora qiladi. Tushda uydagi mixni sug'urganini va otib yuborganini ko'rsa, ta'biri yuqoridagining aksi bo'ladi. Kimki tushida yog'ochdan yoki temirdan, yo bo'lmasa kumushdan, misdan yoxud suyagidan mixni ko'rsa, buning ta'biri ikki narsaga dalildir. Yo xotin oladi yoki do'st tutinadi. Tushida mixni ustunga yo xodaga urganini ko'rsa, o'ziga mos bo'lgan bir odam bilan do'st tutinishini bildiradi. Mag'ribiyning aytishicha, tushida mixni bronza yoki misdan ekanini ko'rsa, ta'biri yaxshi bo'ladi. Agar temir yoki suyakdan bo'lsa, yaxshilik va kuch-quvvatga dalildir. Tushida qo'lida temir mix borligini ko'rsa, podshohga loyiq bo'lgan farzand tug'ilishiga dalildir. Agar farzandi bo'lmasa, Alloh taolo unga ilm va donish nasib etishi. Agar ilm ahlidan bo'lsa, ilm ahli uni yaxshi ko'rishiga dalildir. Tushida tilla yoki kumush mixni yerga qoqqanini ko'rsa, o'z kasbidan boy bo'lishiga dalildir. Ja'far Sodiqning aytishicha, tushdagi mix 4 narsaga dalildir. Aka-ukaga, farzandga, do'stga, xotin olishga. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.